2-may 2026 burga turna bo'ldim. Ko'chat mana bu 4-yil ketyapti. Shakli yemaydi. Buni ekib qo'ygan mana archiga o'xshab yursavergan mana ko'rishingiz mumkin. Hani meva ham yo'q shuning uchun mana shakl yemagan, qarov yo'q. Mana ikki ko'karish zo'r mana. 100% ko'karishi. Biratdan da g'iz yo'q ko'karmoq bo'lgani. Mana shuning uchun shakl berish kerak. Hamma daraxtga ham shakl berib chiroyli qarash kerak. Giplab aytibdi mana biratda meva yo'q mana. Endi buni erta bahorda shakl berib chiroylab o'rgatib beramiz. Ekilganda, shakl berilganda shu ko'chatda yo'q deganda 3 kilo 4 kilogacha meva olsa bo'ladi. Kerakga o'xshab ketaverganda archiga o'xshab mana tevaga qarab. Shuni mashaladan qirqish kerak edi. Shakl berib o'tdan echib yonga berilganda ko'chatda mana zo'r bo'ladi. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Mashinadan qirqish kerak edi. O'tda shoxlarni tashlab mana shu 3-4 ta shox qo'yirish kerak edi yonga qarab. Meva olsa bo'ladi dedi. Bir dona meva yo'q. Giplab etibdi mana.